aqliy zaiflik, bola jinni bo'lib qoladi. Bu tekshiruvni o'tkazmasangiz, boladagi boyagi sariqlik cho'zilib va miyadagi aqliy zaiflikka olib kelishi mumkin. Uzoq cho'zilsa, bolani miyasidagi nerv hujayralarini yemirishi boshlaydi. Sariqlik bu patologik holat hisoblanadi. Ayniqsa chaqaloqlarda tug'ilgandan keyin 10-15 kunda sariqlik ketmasa, bu jigardagi fermentlarni buzilishini hisobiga sariqlik kuzatilayotgan bo'ladi. O'zi normada chaqaloqlarda tug'ilganda sariqlik bo'ladi. Vaqt o'tgan sari organizm tashqi muhitga moslashib, jigar ham o'z faoliyatini bajarishni boshlaydi. Shundan keyin sariqlik asta-sekin keta boshlaydi. Lekin bir xil holatlarda sariqlik uzoq cho'zilishi mumkin, oylab cho'zilishi mumkin. Bunday holatlarda genetik tekshiruvlardan o'tishni tavsiya qilamiz. Viamed klinikasiga murojaat qilsanglar, barcha bolalarni nafaqat sariqligi cho'zilgan, balkim yangi tug'ilgan chaqaloqlarni agar salomatligini, sog'lig'ini bilmoqchi bo'lsanglar, Viamed klinikasiga kelinglar. Chaqaloqdagi sariqlik qachon tashvishlanishi kerak? Sariqlik o'zi chaqaloqlarda normada fiziologik holat hisoblanadi, lekin 10-15 kundan keyin cho'zilgan sariqlik bo'lsa, bu jigar faoliyatini buzilishi yoki har xil genetik kasallik hisoblanadi. Masalan, Wilson-Carnaval va Gilbert shunga o'xshash kasalliklarda sariqlik uzoq cho'zilishi mumkin. Shu sababdan bola tug'ilganda sariqlik ozgina bir haftadan uzaysa, albatta genetik tekshiruvdan o'tinglar va genetik maslahatiga kelinglar. Sariqlik uzoq cho'zilsa, bolani miyasidagi nerv hujayralarini yemirishi boshlaydi. Bu bilirubin miqdori ko'payishini hisobiga miyada aqliy zaiflikka olib kelishi mumkin. Shu sababdan bolada birinchi navbatda genetik tekshiruvdan o'tinglar. Bu genetik tekshiruv juda ham murakkab hisoblanmaydi, juda oson. Bola sezmaydi ham. Bir tomchi qondan qo'ldan olib, sariqlikka o'sha turli genetik kasalliklarga analiz olinadi. Bu analiz 5 kundan 15 kungacha bo'lgan muddatda natijasini beradi va shunga qarab bolani davolash etaplarini olib boramiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun juda xavfsiz hisoblanadi. Travmasi ham juda kichkina va og'riqsiz va infeksiya yoki boshqa turli xil nojo'ya ta'sirlari yo'q. Shu sababdan bu genetik tekshiruv bola uchun xavfsiz, bola uchun kerakli va avlodni yaxshilash uchun bolani juda ham ko'p kasal bo'lmasligi uchun juda foydali tekshiruv hisoblanadi. Bu tekshiruvni o'tkazmasangiz, boladagi boyagi sariqlik cho'zilib va miyadagi aqliy zaiflikka olib kelishi mumkin. Bir haftadan uzoq muddatda davom etgan sariqlik bolani miyasidagi to'qimalarni yemirilishiga olib keladi. Shu sababdan qo'lida bir tomchi qondan bolada genetik kasalliklarga tekshiruv o'tkazinglar. Bilirubin oshib ketdimi? Sirazi tibbiyot xodimiga borib, birinchi tashxis qo'yish kerak. Tashxis qo'ymasdan turli xil preparatlar berib bo'lmaydi. Lekin tashxis qo'ygandan keyin aniq maqsad sari borib, shu bilirubinni kamaytirish uchun dori-darmonlar beriladi va aqliy zaiflikdan bolani asrab qolinadi. Bizning tajribamizda bunaqa kasalliklar juda ko'p. O'zim genetik bo'lganim uchun, gematolog bo'lganim uchun oxirgi kelgan kasalimiz ham bir hafta oldin, u 1 oylik kasal, bemor. U hech narsani sezmaydi. Lekin sariqligi juda ko'p. Bu bemorimizda o'sha 10 kundan keyin ko'rishgan, 10 kundan keyin sariqlik kamaymagandan keyin tabibga olib borishgan, tibbiyot xodimlariga olib borishgan, lekin hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Sababi jigar faoliyati normada bo'lgan, fermentlar o'zgarmagan bo'lgan, lekin genetik tekshiruv o'tkazishi tavsiya berilmagan. U oiladagi ota-onasi Instagram, Telegram orqali ko'rib kelishdi. Tekshirsak, bularda genetik mutatsiya kasallik aniqlandi va shunga qarshi biz davolab bir haftada bolani o'z holatiga qaytardik. Agar bu uzoqroq cho'zilganda boladagi boyagi aqliy zaiflikkacha olib borgan bo'lar edi. Bu bolada hech qanaqa og'ruvli bo'lmagan, bola bilmagan, faqat ota-onasi sarg'ayib ketgandan boladan xavotir olishgan. Sariqlik bo'lsa, bu gepatit yoki sariq kasalligi hisoblanmaydi. Shu sababdan bolada 1 oy, 1,5 oy sariqlik kuzatildimi, darhol genetik maslahatiga kelib, genetik tekshiruvlardan o'tkazing. Sariqlik bilan kelgan kasallar, bemorlar mana bir kunda 2-3 ta kamida kelishsa, sariqligi o'tib ketadi. Oldin gepatologga borishadi, keyin terapevtga borishadi, keyin neonatologga borishadi, hamma analizlarni topshirib bo'lishadi. Sariq kasallik, gepatit B, C, ferment hammasini topshirishadi. Har kuni biz 5-6 ta kasal ko'ramiz. Bizga oxirgi etapda murojaat qilishadi. Biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Qanaqa qilib oldin genetik tekshiruvdan o'tkazamiz va chiqqan tashxisiga qarab
davolash chora-tadbirlarini olib boramiz. Oxirgi tochka bizning klinikamizda. Sababi sariq kasallik emas, fermentlar normada, ayil taysi normada, biokimiya normada, jigar kattalashmagan, lekin bolada sariqlik. Genetik tekshiruv qilamiz, genetik tashxis qo'yamiz va davolaymiz. Uzog'i 3 kun, 5 kunda bola sog'lom bo'lib tuzalib ketadi. Uni o'tkazib yuborilsa, bolada boyaga yana bir marta qaytaman, aqliy zaiflik, bola jinni bo'lib qoladi. Bolada sariqlik bo'ldimi, birinchi o'chirtda bizga olib kelinglar. Shunda bolani tezroq bolaga yordam bergan bo'lasizlar va bolani miya faoliyatini rivojlanishiga o'zingizlarning hissiyatlarni qo'shgan bo'lasizlar. Obuna bo'linglar, bundan ham qiziq ma'lumotlar tayyorlab qo'yganman.